Davlat keldingmi? Assalomu Qatlada alaykum. yuribsan? Va alaykum assalom. Keling. Kel o'tir. Bir daqiqa. Hammani shu yerdaligi yaxshi bo'ldi. Sizlarga muhim gapim bor. Oyi, sizni bayramingizni buzmoqchi emasman, lekin aytmasam bo'lmaydi. Bu haqiqatni hamma bilishi shart. Tinchlikmi? Oilani eng katta dushmani nima bilasizmi? Bu yolg'on. Ukam Zafar egizaklardan Fotimasiga uylangan edi. Har qalay biz shunaqa deb o'ylagandik, lekin bilsak, u Fotima bilan emas, Zuhra bilan yashab yurgan ekan. Nimalar deyapsan, qizim? Oyi, oldin oxirgacha eshiting. Fotima to'y kuni Istanbul aeroportida qolib ketgan va singlisi Zuhradan uni rolini o'ynab turishini so'ragan. Mana kecha Toshkent xalqaro aeroportiga qo'ngan haqida fakt. Hujjatlar aldamaydi. Haqiqat qachondir yuzaga chiqadi baribir. Opa, Ko'rdingmi bulasani qanaqa aldab yurganini, Zafar? nima qilyapsiz? Shu gap rostmi? Mani kechiring. Oyi, sizga hammasini o'zim tushuntiraman. Biz shunaqa qilishga majbur bo'ldik. Keyin hammasi chuqurlashib ketdi. Agar haqiqatni biladigan bo'lsangiz, sizga yomon ta'sir qilishidan qo'rqdim. Hali san ham sherikmiding?